Necha yil yashadingiz ayolingiz bilan? Uni hisoblash bo'yicha 1 yil 10 oy, meni hisoblashim bo'yicha hech qancha. Nima deyapsan? Do'ldiryapsanmi? Hali onasiga borilaveradi-da. Ha, Toshkentlik qizmidi? Ha. Surishtirmasdan olganmiz-da. Tarkibini surishtirmasdan? O'zi birinchi qiz olishdan surishtirib olishadi-yu. Biz surishtirmasdan. Onangiz Tortish kerak o'rtalar. Tortishmasdan olsangiz lo'q deydi bu. Qonun ajrashmadim. qanaqasiga? Qani unda bizniki? Onam pasportini bermadilar. Pasport bilan anaqa 90 ming so'm pul kerak ekan. Да что ты, черт побери, такое несешь? Ahli ayolingiz bilan qanaqa yashagansiz? Bir urush janjalli vaziyatda ham bo'lganmi? Men kalta ekanman. Nima? Men kalta ekanman. Qanaqa qilib kalta yegansiz? Qo'llarim ko'kartib tashirdi, tirnozi yotar, bo'yinlarim, yuzlarim tirnozi bo'yotar. Nimaga? Yo, Siz surishtirmasdan olganmiz-da. borgansiz. Nimaga berasiz? Nima berasiz? Kallam ishlamagan-da, boshim ishlamagan. Yo, o'zi ishlaydimi boshingiz? Men tuppoyman. Meni tuppoy deyishadi. Xotiningiz bilan o'sha bir xonali uyda turarmidinglar hammanglar? Ha? Albatta yashamaydi-da. Uka yashasa, siz yashaysiz, onangiz bir xonali uyda qanaqa yashadinglar? O'shaning uchun ichki ko'rlikka ham roziman deb turibman. Olg'a dalboyoblar, biz dunyoni qo'lga olamiz. Dunyo bizniki bo'ladi. Dalboyoblar armiyasi doim oldinda.